2025-yil 1-3 aprel kunlari Germaniyaning Berlin shahrida jahon miqyosidagi muhim voqea Global Disability Summit 2025 bo'lib o'tdi. Ushbu summit imkoniyati cheklangan insonlar huquqlari, inklyuziv ta'lim, raqamli imkoniyatlar va sun'iy intellekt orqali barcha uchun teng imkoniyat yaratish mavzularida xalqaro hamjamiyatni birlashtirdi. Sammitda 160 dan ortiq mamlakatlar, BMT, UNESCO, UNICEF kabi xalqaro tashkilotlar, minglab NNTlar va ekspertlar ishtirok etdi. Bosh mavzulardan biri inklyuziv ta'lim va raqamli tenglik. Texnologiyalar, sun'iy intellekt va innovatsiyalar imkoniyati cheklangan insonlar uchun yangi imkoniyat eshiklarini ochmoqda. Shuningdek, yangi xalqaro hamkorliklar va qo'shma loyihalarga zamin yaratildi. Summit davomida biz o'z loyihamiz raqamli ta'lim platformasini yanada inklyuziv qilish bo'yicha muhim tajriba orttirdik. Eng avvalo, ekran o'quvchilar, subtitrlar va ishora tili tarjimalari orqali barcha o'quvchilar uchun ma'lumotga teng kirish imkoniyatini yaratish kerakligi yaqqol namoyon bo'ldi. Shu bilan birga maxsus pedagogik metodikalar, zamonaviy, interaktiv va vizual elektron qo'llanmalar ishlab chiqish zarurligi e'tirof etildi. Bu o'qituvchilar uchun katta yordam bo'ladi. Jismoniy tarbiya va sport orqali inklyuziv ta'lim esa bolalarda o'ziga ishonch, jamoaviylik hissini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu sammitdagi tajribalar kelajakda yangi istiqbollar eshigini ochishga zamin yaratdi. Global Disability Summit 2025 bu faqat anjuman emas, balki dunyo miqyosida imkoniyati cheklangan insonlar huquqlarini ta'minlashda yangi davrning boshlanishidir va biz bu global harakatda faol ishtirok etmoqdamiz.